qilgan? Nimaga meni chiqishtirmaysizlar? Pekmi. Hurmat. Assalomu alaykum. 2007 ga teggan kasalmi bu? Aspektlar, aspersing. Ha, nima bo'ldi? Taraga o'tib ketdi, taragalardan qo'rqaman. Shu urib mayib qilib qo'ysa-da. Tirnoqlarimni manikir pedikir qildirishim kerak. Nimaga shu gapiraversa mana teppa sochim tikka bo'laveradi? Men boksga borganman. Qani? Oish. Beg'ubor dal. Kim seni bunaqa gapirishga majbur qildi? Boshimni ortib o'rding. Sen bilan har qanaqasi gaplashaman, tushundingmi? Yo, samani dur. Tur. Ota. Tur. Sir. Yo, mana to'g'ri tushunmaslik. Ustozga masala kerak. Ketaveramizmi? Hamma o'tirsin, ustoz chaqirib keldim. Dars bo'lar ekan. Vatan! Uyga vazifani eslatma. Ustoz, 30 varoq konspekt beruvni yozib keldim. Voy, top. 1-oktyabrga ustozga bakal sovg'a qilamizmi? Nima? Sizlarga shuncha yil beminnat ta'lim bergan insonga bakal ravo ko'rasizlarmi? Bakalyoniga paxta gulli choni ham qo'shib beraylik. Yomon ham paxta qo'yasan-da. Oxirgi partida kim nos chakdi? Yo ustoz, nos ursin biza chakmadik. Yo, ustoz, bizani sinfdagi bolalar chekmaydi. Ko'zimga qara. Qidding-ku. Xayriyat, 1 minut qoldi. Ustoz, mendalik jadvalni bitta takrorlab olaylik. Voy onasini yemsan, bizani o'rnimizga ham o'qib olim bo'larmidi? Vatan! Men maktabga o'yin qilguvchi kelmayman, o'qigani kelaman. Bora! Zvonok o'quvchiga emas, o'qituvchiga chalinadi. Zaynab! Munzachilar shu yo'qdami sizlar? Kiyim bitdi. Kiyim ko'rmagan yasan vopsa yarim kechasi. Zatda o'qishga yangi kiyimlarda boraman. Sizga o'xshab yuvilganlarda emas. Voy bechora opani, o'tgan yilgi koftangizni borar ekansiz. Bozor o'rtasi yig'lading-ku, koftaga pul yetmadi. Pul yetmadi emas, jannatdan mobergilari kelmadi. Tasavvur qil, Ruxshon sevgani xiyonat qilgan bo'lsa-ya. Nafasingiz o'zingizga o'xshagan sovuq, Ruxshon vafodorlardan. Yana 7da uyg'onmay umrimni yerkansan-da. Kunim sizga qolmasin, volidai muhtaramim turg'izarlar. Ha? O'ldiraman bitta yetganda uyg'onmasang. Nima qilasan? PUBG Mobile'da arena rejimi bor. O'yin 5 minut davom etadi. Qurolni tanlab, sirasi jang boshlanadi. Shuni o'ynayotdim, opa. Keyinchi. Hozircha ikkita kichkina xarita bor. Oddiy TDMdan tashqari boshqa modlar arenada kutyapti. Tez yot, ertaga tura olmaysan. Qochay. Sal qoldi. Salfetga qatlaydi. Hozir kirganimda uyg'onmagan bo'lsang, remenda uyg'onasan. Yetmiş bir. Uni bu yil xohlagan narsamni olib berasiz. Qurumsoqning 100 ming so'm bergan. Qaysi 2 kilo go'sht olishimiz kerak. Tug'ildim-u, bozorda bo'g'ildim. Razmering nechi? 37. 44 ni bering. Nihoyatda katta-ku bu. Buni ichiga men bilan akam sig'amiz-ku. Voy akanga, sen akandan qolganini kelsan. O'tar ketar bu qora kunlar. Ona chanqadim. Uyda ichasan. Xo'p, oke, real kundaligi yo'qmi? Barsaniki bor. Amal beravering, tanaffusda tualetga ishlatamiz. Zo'r ekan, ha? Buningiz nechi pul? 500 ming. Yoqdimi? Olib beringmi? Boshqa do'konlarni ham ko'raylik. Olib bermayman. Buningga nima sig'adi? Velus, yeret, nos, it. Nima? Odam anatomiya sig'adi 37-betmida. Oxirgi pulimizni yo'l kiramizga qo'ygan. Sharmanda qilmang. Yo'q, kenay to'g'ri kelmaydi. Yolg'izona bo'lib shu bolamni katta qildi. Dadam tiriklar-ku. Yetim bolamga rahmingiz kelsa. Bo'ldi. Tiriklayin dadamni ko'rga tiqdingiz. Oling men bu meting qo'qon ko'ynigingizni. Turetski bu. Sibati bo'lmoqda. Qani, kim ekan mehmon? Sitor sinfdosh? Akbar, Qat'iy o'rotdi. qornim menimcha apendis bo'ldimi? Voy bechora, maktab davrida ham boshingdan bitla chiqib, irkitib olib yurarding. Esingdami voyankomatda 11-xonadan qaytganlaring? Da, sizlar ham o'zingizdan yaxshi natijalar bilan qaytgandinglar. Bo'lmayapti-yu bu. Akbar, yuri teparoqda bo'ladi. Uzr, hayajonlanib ketib qolma. Mazam bo'lmagani sababi bizda yengillik bor-da. Erga tegdingmi? Bola kimdan? Erimdan? Ering kim? O'rtada bola bor-da, bo'lmasa maktabdagi xotiralarni birga eslardik. Eringga chiqib tursin. Nimaga chiqib turaman? Siz bo'lsangiz uyaladi bu. Eradan uyaladimi? Chaq degandan keyin chaq, bir narsani bilmasa gapirmaydi-yu bu ham. Ha!
hech qaysi ketib qolma. 25 ga tayyorlanamiz. Alladan zo'r bo'lishimiz kerak. Bor o'ynayapsan, chiqib ket. Hammasi san o'yini. Valsga ham tush, qo'shiq ham et. 25 san bilan tugatib yuboraylik. Zo'rga shunaqa asal qo'yni oldi. 11 yil bitta kofta yubkada yurarding. Pullarimizdan yiqqandan keyin iPhone'ni olibsanmi? Aytishadi-yu, qiz bolani omadi bilan o'ynashmadi. Ish chiqsin. Men sabr bilan vasga tushaman. Men bu bilan vasga tushaman. Tushasan. Allaga o'ta qolaman. Cause you know this sound in the middle of the night. Men senga hozir hammasini tushuntirib beraman. To'xta. Sinfdosh sevib xato qilgan ekanman. Shunchalik sevgimizga bugun to'xtab qo'ydim. Sinfdoshlar sevgisiga la'nat deganmi? Nimaga hammasi 25 ga taqab ayrilib ketadi? Lentalar zo'r ekani, qani 100 mingdan berlaring? 100 ming? Bu pulga bir oy yashayman, taqmayman lenta-pintalaringni. Shu Akbar yomon pasti. Neviretga pul bermayapsan. O, bittagina rasmda bor ekanman. O'qdan quruq qolgandek hamma rasmga o'zingni tiqibsan. O'zingni ko'rishni olmaysan-ku, bizani ko'rasan? Sallan 11 yil ko'rib men bundoq bo'lganman. Marjon, men bilan valsga tush. Men pastkudalar bilan valsga tushmayman. Marjon razdivalkadagi videosi. Tushaman. Men bilan tomiriga bittada tushaman. O'rtoq hech kim yoqtirsin-da. Yo, shotlaringga tashab yurlaring 11 yil meni haqqimni yedilaring. Voy nom nima edi? Gadaylar uchun. Ushamasdan tush. Ushamasdan qanot tushiladi unda. Maktab tugatib, qo'rlaringni ko'rmay, sibota bo'laring bo'tda. Abdulla, senga ikki. Aybim nima? O'pay bu yerda maktabimizga ovoz bermaganingga. Onasini esa sirli yutmadinglar, bizga qutulmading. Sanoyin direktorlar-ku budjetda yutilgan pullar hammasi maktabga tushadimi? Uyalishimiz yetsammikan? Ha, maktabga tushadi. Tasavvur qilinglar, agarda yutsak, yangi elektron doskalar, partalar, kompyuterlar. U narsalar kelgunigacha biz bitirib ketgan bo'lamiz. Ko'larimizga qoladi. Sinfdosh sevmaslik kerak. Sen o'sha ruxshoringni qilsab, uni maktabiga ovoz berding. O'layapti. 50 ming berdi xolos qo'limga. Tinchlik qolmayapmi o'zi? Yaqinda 8-martga pul ber. Vinetkaga ber, lentaga. Endi bo'lsa ovoz ber. O'zi bittagina ovoz bergan bo'lsalar. Sizdachi? Ikkitami? Ikkita ovoz berdingizmi? Ikkitami sizda? Nomer.